Mana shunaqangi maxsus yashiklar va savatchalar bilan faqatgina supermarketlardan narsa xarid qilish mumkin deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Sababi Zaxarda Flowers pitomligida ham mana shunaqangi yashikni olib, o'ziga kerakli bo'lgan va chegirmadagi, qolaversa qulay narxdagi o'simliklarni bemalol xarid qilish imkoniyati mavjud. Assalomu alaykum. Agar siz meni endi kuzatib turgan bo'lsangiz, meni ismim Ismoilbek Rustambekov, dendrolog, landshaft dizayneri va aynan mana shu Zaxarda Flowers pitomligini yetakchi bosh mutaxassis hisoblanaman. Bizning pitomligimizda bilasizlar 1500 dan oshiq navdagi o'simliklarni uchratishingiz mumkin. Turli xil chegirmalar, aksiyalar va o'simliklar parvarishlash bo'yicha ma'lumotlarni o'zimning shaxsiy Ismoilbek Rustambekov blogi, Zaxarda Flowers pitomligini rasmiy YouTube sahifasi va boshqa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ma'lumotlar berib boraman. Shu orqali meni yaxshi taniysizlar. Agar endi meni kuzatishni boshlayotgan bo'lsanglar, hoziroq podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sababi eng qiziqarli va foydali ma'lumotlar, aynan o'simlik dunyosidagi ma'lumotlar mana shu blogda bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarga joylaydigan har bitta yangi videoyimda imkon qadar yaxshi kayfiyat qo'shib ketishga va kreativlikni qo'shib ketishga harakat qilaman. Sababi hozirgi zamonda ko'pchilik ishlaydi, zo'riqadi va ijtimoiy tarmoq ochganda o'ziga foydalilik bilan bir qatorda kayfiyatini ko'taradigan ma'lumotlarni ko'rishga harakat qilishadi. Lekin ba'zida jiddiy holatimni ham ko'rishinglar mumkin. Albatta bu kamdan kam bo'ladi. Bu bilan men o'zimning kayfiyatimni sizlarga reklama qilish niyatida emas, balki dendrologiya va landshaft sohasi mana shunaqangi jiddiy va har birimiz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim bir sohalardan biri ekanligiga urg'u berib ketmoqchiman. Demak, bular haqida hozir gaplashmaymiz. Hozir sizlarni kayfiyatlarni ko'tarib, aynan hammani cho'ntagiga ko'taradigan, bemalol xarid qilib eka oladigan top 3 ta o'simlikni aksiyaga qo'yganimni e'lon qilmoqchiman va bu o'simliklar bilan siz bir necha daqiqalardan keyin tanishasiz. Bu 3 ta o'simlikni ikkita jihat bog'lab turadi. Birinchi jihati O'zbekiston iqlimiga mos tushishi bo'lsa, ikkinchi jihati bu o'simliklarni aksiyadagi narxi. Shu joygacha videoni rosa cho'zdim. Endi cho'zmasdan dangal sizlarni o'simliklar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bilasiz, bu pitomnik, shuning uchun men qo'yib olgan narsasini demanglar, sizlarga haqiqiy pitomnikning ruhini, kayfiyatini yetkazib berishga harakat qilaman. Demak, birinchi aksiyaga qo'ygan o'simligim bu Fatina Frezera Little Red Robin. Juda ham nomi uzun, tilim jingalak bo'lib qoldi deydigan bo'lsangiz, shunchaki Little Red Robin Fatiniyasi deb qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu fatiniyalarimiz ko'rib turibsiz, 1,5 litr, 1 litrli idish ichida va bular bizga Turkiya mamlakatidan olib kelingan va Yevropa qismidan. Shuning uchun Yevropaniki desam, lotda boz deb o'tirmanglar. Sababi men aldashni yomon ko'raman, sizlarga haqiqatni borini aytaman. Ushbu o'simlik haqida ma'lumotlarga ega bo'ladigan bo'lsanglar, nur ustiga a'lo nur. Lekin yangi bog'dorchilikni boshlayotgan havaskor bog'bonlar bor, ular uchun ma'lumot berib o'tib ketaman. Ushbu o'simlik Markaziy Osiyo iqlimiga juda ham moslashgan va rangi mana shunaqangi qizil bo'ladi. Bu qizilligini bo'lsa kun isigan paytda yo'qotadi. Va buni maksimum balandligi O'zbekiston sharoitida 1-1,5 metrgacha yetishi mumkin. Siz bu o'simliklardan jonli devorlar hosil qilsangiz bo'ladi. Shu bilan bir qatorda koptok holatida, ya'ni top qilib mana shunaqa dumaloq holatda yetishtirsanglar bo'ladi. Bu o'simlik bizning iqlimimizga juda ham yaxshi moslashadi. Bemalol quyoshli va imkon qadar shamol kam aylanadigan joyga ekishinglarni tavsiya qilaman. Sababi qishimizda bilasiz, juda ham kuchli sovuq aylanadi, o'simlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli shu narsalarni oldini olish maqsadida shamol aylanadigan qismga ekishinglarni tavsiya qilaman. Agar men o'zim bog'bonim bor, bog'bonga ektiraman deydigan bo'lsangiz, endi bog'boningiz bilan maslahatlashasiz. Men bu anaqada idishidan olib, обязательно har doim ildiz tizimini ko'rsatib o'taman. Ildiz tizimini ko'rib turibsiz. Mana va ko'mi ham buzilib ketayotgani yo'q. Bu bo'lsa o'simlikning sifatliligidan dalolat beradi. Bitta mana shu tuvakchamiz ichida 3 ta dona ko'chat bor va narxi $5. So'mga chiqadigan bo'lsak 65 ming so'm. Chunki bilaman, kommentariyada menga o'xshagan vatanparvarlar juda ham ko'p nimaga dollarda aytasiz, so'mda savdo qiling. Biz albatta so'mda savdo qilamiz, shunchaki o'simlik o'sgan sari narxi ham o'sadi. Biz so'mda qayta sizlarni chalg'itmaslik uchun shunchaki AQSh dollarida narxini belgilab qo'yamiz. O'sha kungi kursga hisoblab turib to'lov qilib ketaverasiz. Va ushbu o'simlikni qanaqa sotib olsak bo'ladi, dastavka bormi deyishinglar mumkin. Dastavkamiz bor, faqatgina hozir ozgina dastavkada muammo bo'lyapti. Sababi o'simliklar sifat darajasida, sifatlilik darajasida tovar holatiga yetib bora olmayapti. Shu sababli biza aynan sifatli o'simlikni yetkazib beradigan
pochtaga ehtiyojimiz bor. Agar shunaqa pochta xizmati deylik biz ham ko'rayotgan bo'lsa, iltimos kommentariyga yozib qoldirsanglar sizlar bilan bog'lanardik. Shu pochtani topmagunimizcha siz Pitomnikka kelib xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Yo, men Toshkent shahrida yashayman deydigan bo'lsangiz, biz sizga Yandex taksi bilan chiqarib bera olamiz. Va eng yaxshi tarafi, bitta yaxshi tarafi, o'simlikni biz gortenziyalarga o'xshab cheklovli qo'ymadik. Gortenziyalarga o'xshatib cheklovli qo'ymadik. Ya'ni minimum 100 ta olasiz, 10 ta olasiz degan narsa yo'q. Xohlang bitta oling, xohlang 10 ta oling, farqi yo'q. Pitomnikka keling, sizga mana shunaqangi yashikdan beramiz. Xohlaganingizni tanlab olasiz. Mana orqamda bijir-bijir bo'lib turibdi. Juda ham serob hozircha 1000 ga yaqin. Va bu fatiniyalarimiz aytayotgandek narxi $5. So'mda necha bo'ladi deydigan bo'lsak, bugungi kurs bo'yicha hisoblasak, 13 ming so'mga ko'paytirsak, narxi 65 ming so'mni tashkil etadi. Va bu ko'chatlarimiz hammasi juda ham a'lo sifatda. Yaxshilarni terib olibdi demang, hammasi bir xil. Keling, o'ziga yoqqanini tanlang, oling, keting. Demak, sizlar bilan Fatiniya Frezera Little Red Robin o'simligi bilan tanishdik. Endi bo'lsa navbatdagi aksiyaga tushgan o'simlik bilan tanishamiz. Agar taxmin qilayotgan bo'lsangiz, hali e'lon qilmasimni kommentariyaga yozing. Taxminingiz to'g'ri chiqsa, balki qanaqadir chegirma qilib berarman. Demak, navbatdagi aksiyadagi o'simligimiz bu Rapunzel emas, balki Stipa o'ti. Ko'rib turibsiz, meni bekitib qo'yyapti. Anchagina bo'y baland. Hammasi mana shunaqangi zo'r, sifatli. Hozir men faqat 2-3 ta qoldirib gapiraman o'rtoqlar, chunki meni to'sib qo'yyapti. Tag'in sizlarga behurmatlik qilyapti, menga behurmatlik qilyapti demanglar, chunki men tomoshabinlarimizga hech qachon behurmatlik qilmayman. Markaziy Osiyo iqlimiga bilasizmi, o'tlar juda ham yaxshi mos tushadi. Ayniqsa kanal bo'yi hududlarini obodonlashtirishga, ko'kalamzorlashtirishga hamisha tavsiya qilib kelganman, ya'ni ilmiy tadqiqotchi sifatida. Hozir mana sizlar bilan ko'rayotganimiz ham aynan shunaqangi o'tli o'simlik. Travянистый растение deymiz, to'g'rimi? Mana shunaqangi juda ham chiroyli, hattoki minglab mana shunaqangi kokillariga, chochlariga ega o'zini. Bu allergiya qo'zg'atadimi degan savol berishinglar mumkin. Allergiya qo'zg'atmaydi. Qachonki siz bularni klumbalarda ishlatsangiz yokida to'g'ri mix borderlarda ishlatsangiz. Bu o'simliklar shunchaki chiroyli bo'lib o'sib, ixota hosil qilishga yaxshi moslashgan, ya'ni himoyaga. Ixota bu himoya hisoblanadi. Ana shunaqa joylarga ekishga yaxshi moslashgan. Buni kanal bo'ylarini ko'kalamzorlashtirishga ketyapman. Hozir mana Seoul Moon bor. Kanal bo'yi qad deyishinglar mumkin. Seoul Moon. Seoul Moonda mana shunaqangi o'simliklarni ekish mumkin. Nimaga? Sababi u shamollarda yaxshi o'zini his qiladi, chunki mana sinib qolmaydi qayertirsangiz. Shu bilan bir qatorda o'sha yerda namliklar bo'ladi. O'sha namlikni ushlab o'zini rangini yana ham yorqinlashtiradi. Agar siz ham vodopodlar qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni sharsharalar qilayotgan bo'lsangiz, sun'iy hovuzlar qilayotgan bo'lsangiz, ana shunaqa joyingizga ekishingiz mumkin. Menda vodopod yo'q, ekolmas ekanman deydigan bo'lsangiz, adashasiz. Buni chiroyli qilib klumbalaringizga ham joylab eksangiz bo'ladi. Shu bilan bir qatorda kashpolarga, ayniqsa kashpoga ekish yaxshi tavsiya qilaman. Kashpoyingizni ichi to'lib turadi mana shunaqa chiroyli bo'lib. Va men sizga hozir ildizini ko'rsatdim, ildiz tizimini. Hamma o'simligimizda ildiz tizimi juda ham zo'r. Mana bo'linib ketayotgani yo'q. Bemalol olib borib eksangiz, yana ildizlaridan ko'payib ketadi bu o'simlik va kuzda mana shunaqa qilib qirqib qo'ysangiz ham bo'ladi, qirqmasangiz ham bo'ladi. Endi bir xildagi tarvaqaylab ketgan o'simliklar yoqmaydi, shuning uchun qirqib qo'ysanglar ham hech narsa qilmaydi. Stipa o'timizni quyoshli joyga ekiladi, nurni yaxshi ko'radi, to'g'ridan to'g'ri tushadigan quyoshni sevadi va aytib o'tganimdek joylarini ayniqsa kanal bo'yi yoki suv bo'yi hududlariga eksangiz juda ham zo'r, yoki kashpolarda ham bemalol ko'kalamzor hududlarni tashkillashtirsangiz bo'ladi. Va buni ham narxi allaqachon videoni boshida aytib o'tganman, chunki bundan oldingi o'simlik narxini bilib bo'ldingiz. Hozir tanishadigan 3 ta o'simligimiz, aksiyada o'simligimiz hammasi narxi bir xil. Bunimizni ham narxi bor yo'g'i $5 mana shu tuvaga. Kelasiz, o'ziga yoqqan tanlaysiz, olib ketasiz, ekasiz. Tayyor bo'lsanglar sizlar bilan navbatdagi o'simlik bilan tanishamiz. Shu desanglar, landshaftchi bo'lish ham, bog'bon bo'lish ham, dendrolog bo'lish ham oson emas. Sababi ko'rib turibsiz, hozirgi kunda reklama juda ham muhim. Reklama qilmasangiz hech kim bilmaydi, ko'rmaydi. Mana biz 88-yildan beri ishlaymiz, lekin yaqin 2020-yillardan boshlab bizlarni tanishib boshlashgan. Navbatdagi o'simlik ham hozir meni yuzimni to'sib qo'yar ekan, raketnik o'simligi.
Demak, rakitnik o'simligi, bu o'simlikni ayniqsa Rossiyani bloklarini kuzatayotgan bo'lsanglar, chunki bizda ko'pchilik Rossiya bloklarini kuzatadi. Landshaftda juda ham ko'plab ekiladigan o'simliklardan biri hisoblanadi. Umuman hozir bugungi ko'rsatganlarim hammasi mix border, joli devorlar uchun juda ham foydali bo'lgan o'simliklar hisoblanadi. O'tiringlar, ovoz yozmaydi. Bu o'simligimiz juda ham chiroyli ko'rinishdan sizga lamonga soladigan jandu bor, o'shani eslatadi. Bu o'simligimizda ham mani yuzimni to'sib qo'yyapti. Endi o'zim reklama qilmayman, sizlarga o'simliklarni gapiryapman. Shuning uchun hozir olib tashlamayman. Olib tashlar ekanman, chunki явный ko'rinish uchun albatta men sizlarga buni bittalab kamaytirib ko'rsatib berishim kerak. Rakitnik o'simligi haqida ma'lumot berib turaman tushungunimcha. Rakitnik o'simligi bu bizning O'zbekistonda juda ham ko'p ekilgan, hattoki sovet paytidan beri. Nimaga? Chunki bular aytganimdek qumni, nima deydi, changi, shamolni juda yaxshi ko'taradi, sinmaydi. Chunki agar bitta stolga ega bo'lgan o'simliklarni ekadigan bo'lsangiz, ular shamolda chayqalib sinib ketishi mumkin. Archalar, daraxtlar misol uchun. Bular o'tlar va o'zini bitta yakka asosiga ega emas. Shuning uchun ham bular mana shamolda bemalol sinmaydi. Shuning uchun ham shunaqa mix borderlar hosil qilib, devorlar hosil qilib ekish mumkin bo'lgan o'simliklardan biri hisoblanadi. Rakitnik o'simligini ikkinchi nomi ham bor. Bu nom hozir meni esimga kelmayapti, afsuski. Va bilmas ekan, bu mutaxassis emas ekan deb hate qilmanglar. Esimga kelsa aytaman hozir. Ungacha rakitnik o'simligi quyoshga ekilishini ma'lum qilaman sizlarga va bu aynan rakitnikka har xil gulda gullaydigan va har xil rangda gullaydigan, ya'ni pushti, qizil. Bu bizadagisi sariq tusda gullaydi va bitta tuvakda buni ham 3 ta ko'chati bor. Mana men juda ham ixchamgina ekan, rosa yoqdi menga, qaranglar, kesib qo'yishibdi zo'r. Va ildiz tizimi. Nimaga ildiz tizimini ko'rsatadi bu demanglar? Sababi o'simlik tanlayotganda har doim birinchi uni eksteryeriga va interyeriga e'tibor berish kerak. Eksteryeri bu tashqi ko'rinishi, interyeri ichki ko'rinishi. Bizda interyer har doim tuvan ichida bo'lganligi uchun, ichki taraf bo'lganligi uchun ana ildiz tizimi ko'rsatiladi. Ildiz tizimi mustahkam bo'lmasa, o'simligingiz yaxshi o'smaydi. Rakitnik o'simligimizning ham narxi $5 dan hozirgi kundagi kursga ko'paytiradigan bo'lsak, narxi 65 ming so'mni tashkil etadi. Zahardin Flowers bitumligiga kelasiz, xohlang bitta, xohlang 10 ta, xohlang 100 ta, xohlang 1000 ta xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Faqat soni chegaralangan bu o'simlikni, chunki mana savdo boshlandi bizda, narx chiqishi bilan hozir anchagina kamayib qolyapti. Shu sababli kelib bemalol o'zga yoqqanini tanlab olib ketishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek, biz aksiyaga juda ham chiroyli o'simliklarni qo'ydik. Ushbu o'simliklarni siz Ramazon oyida, ya'ni 1-martdan 31-martga qadar xuddi shu narxlarda xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bizning manzilimizni aytib o'taman. Toshkent viloyati Zangiota tumani, Kanimayev ko'chasi 9. Yandex karta, Google karta deymiz ham. Haqqa yozsangiz, Zahardin Flowers nomini yozsangiz, xuddi shu bizning manzilimizga lokatsiyani chiqarib beradi. Shu bilan bir qatorda 471-sonli avtobus, 238-sonli avtobus, 474 va 238-sonli marshrutkalar va 461-sonli Damas bilan ham bitumligimizga kelsanglar bo'ladi. Va videoning so'ngida men yangi eko-blogerlar, shu bilan bir qatorda yangi yosh mutaxassislarga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. O'rtoqlar, chet eldan ko'chirmachilik qilib turib ma'lumot berishni to'xtataylik. Sababi O'zbekiston iqlimi bu boshqa iqlim, O'zbekiston bu boshqa davlat. Shu sababli siz chet eldan o'rgan yoki boshqalardan eshitib olgan narsalaringiz sizni bilimingizni asosini tashkil etib qolmasin. Bilim asosi bu har doim davomiy qilinadigan tadqiqot hisoblanadi. Shu sababli har doim tadqiqot qilinglar, o'rganinglar, bizning iqlimga mos keladimi yo'qmi, bizga qo'llasa bo'ladimi yo'qmi? Shu savollarga javob topib, undan keyingina hammaga maslahat berishni boshlaydi. Sababi sizdan, bizdan barcha yosh bog'bonlar, havaskor bog'bonlar o'rnak olishi, bilim olishi kutib turadi. Agar biz noto'g'ri, yolg'on ma'lumot berib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ham gunoh, ham katta kulfatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli biza beradigan ma'lumotlarimizga diqqat bilan, e'tibor bilan yondashaylik. Shu bilan bir qatorda hech qachon aldamaylik. Sizlarga bugun tanishtirmoqchi bo'lgan aksiyadagi chiroyli betakror o'simliklarim shulardan iborat edi. Ko'rib turibsiz, juda ham sifatli, aytib o'tdim qatdan keltirilganigacha va narxlarni ham aytib o'tdim. Menimcha juda ham kerakli va foydali ma'lumot bera oldim deb umid qilaman. Agar siz haqiqiy O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni yashil qilmoqchi bo'lsangiz, Toshkentimizni, o'zingizni shahringizni, viloyatingizni yashil makonga aylantirmoqchi bo'lsangiz, har doim eshitib, o'rganib, bizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, shu narsasini solishtirib turib, undan keyingina o'simliklarni tanlab ekishga harakat qiling.
Sizlar bilan Ismoilbek Rustambekovich bo'ldi. Xayr salomat bo'linglar, aksiyadan unumli foydalaninglar.